Assalomu alaykum. Parranda ishqibozlari. Bugun xudo xolisa bitta reklama qilamiz. Jo'jalarimizda. Bular 45 kun, 46 kunlik jo'jalar. Bularning narxi sotiladi hammasi va Andijon qora jo'jalar parodasi. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. Bugun 18-oktyabr. Hafta kunida shanba. Xudo xolisa kichkinagina obzorcha qilamiz. Bu yoqda katta tovuqlarimiz ham bor. Hozir hammasini bir boshdan ko'rsatamiz. Qani ketdik. Bular 46 kunlik jo'ja, 45-46, mo'j 47 kun bo'lgandir. Bu jo'jalarimiz hozir sotuvda. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu yoqda ham bor. 100 tadan oshiqroq jo'ja. Bularni xudo xolisa narxini 46 mingdan qilib beramiz. Uzr, adashdim. 36 mingdan qilib beramiz ular. Bu yoqda katta tovuqlarimiz ham bor. Plus bunaqa 4,5 oylik jo'jalarimiz ham bor. Mana bunaqa. Hozir aralashib yuribdi. Kimga kerak bo'lsa bemalol ajratib beramiz. Bular katta tovuqlarimiz 11-12 oylik, 1 yillik tovuq. Mana yonda yurganlar 4,5 oylik jo'ja mana bular. 4,5 oylik jo'jalarimizni hammasini xudo xolisa 87 mingdan qilib beramiz. Katta tovuqlarimiz optimga 115 mingdan, hammasini oladiganlarga 110 mingdan ham qilib beramiz xudo xolisa. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Pastda nomerlarimizni qoldirib ketamiz. Videoni ko'rib, like, podpiskani bosib qo'yinglar. Xo'sh, bularning soni 4,5 oylik jo'jalarimiz 50 dona qolgan. Katta tovuqlarimizdan ham 50 dona bor. Keyin bitta narsani iltimos qilardim. Ko'p telefon bo'lyapti, ko'p odam telefon qilyapti. Ayrim odamlar telefon qilib, "Bo'ldi, bron qilamiz" degandan keyin biz sotildi deb qo'yayapmiz bularni. Keyin buni bahona qilib olishmay qolyapti. Hali olaman degan insonlar ham keyin jo'jasiz qolib ketyapti. O'shaning uchun iltimos qilaman, faqat realni oladiganlar telefon qilinglar. Olmaydigan bo'lsanglar, shunchaki ma'lumot so'rasanglar, mayli ma'lumot beramiz, muammosi yo'q. Lekin olamiz deb laviz qilib ishontirib qo'ygandan keyin ertasi kuni, indisi kuni telefon qilib, "Yo'q, men ololmayman. Pulim qo'shnimda qolib ketibdi. Cho'ntagimdan tushib qolibdi" desalar, u to'g'ri kelmay qoladi. Chunki oladigan odamlar ham bor. Ularga biz sotildi, sizlar labzlaringga ishonib sotildi deb qo'yapmiz. Yana jo'jalar qolib ketyapti. Do'stlar, hammaga rahmat. Oladiganlar bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Realni oladiganlarga sotamiz xudo xolisa hammasini. 4,5 oylik jo'jalarimiz mana bular. 1 oyda tuxumga kirib qoladi xudo xolisa bular. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Like, podpiskani bosib, kanalni qo'llab-quvvatlab qo'yinglar iltimos. Qancha ko'p like bossanglar, shuncha ko'p odamga tarqaydi bu videomiz. Sizlardan so'raydigan narsamiz shu. Bugungi obzorimiz qisqacha bo'ldi. Ular qorni to'ydi, hozir issiqda hammasi yotibdi. Bu ikkalasi nimanidir talashyapti. Bilmayman nimaligini. Hammasi hovlida yuribdi.